Yo, barchaga salom. Sizlar bilan men Straykus va men bugun top 5 ta horror hamda qurol modlarini ko'rsatib o'taman. Qani, let's go. Xo'sh, birinchi o'rinda bizda boshlaylik. Xo'sh, birinchi o'rinda bizda mana bu yerga kiramiz va bizda ajoyib qurol modlari kutib oladi. Cheksiz qolsangiz ham bo'ladi. Hattoki mana bunday piksellari ham bor. Hozir o'rnatishni ko'rsataman. Mana xohlagan pikselingizni tanlab mana bu yerga qo'yasiz. Xil lazer, qo'ndoq, hattoki ushlagichlar ham bor. Ana shunday. Qurolga bir qarang. Mana qurolga bir qarang. What the fuck? Etak o'zgartiruvchi qurolni olasiz va mana bu yerga qo'ysangiz narsalarni qaytib beradi. Va mana shunday. Mana bu yerda har xil qurollar mavjud. Mana yo'lgini bunga ham har xil politsiyalar o'rnatiladi. Bu 1.21 versiya uchun yaratilgan bo'ladi. Xo'sh, top ikkinchi modimizga qani go. Qurolni qaranglar, what the fuck. Xo'p, ana endi top ikkinchi modimizda. Xo'sh, ana endi top ikkinchi modimizga o'tish vaqti keldi. Qani go. Mana bu yerga kirasiz va bu horror modlar kutib oladi bizda. Yo, what the fuck, mana qaranglar. Yo, men horrorni ko'pligini ko'ryapsizlar, mana qaranglar. Sizlarga men YouTube'ga yangi qo'shildim va YouTube kanalimda mana shu plus qizil tugmachani bosib va like ham qizartirib qo'yishni unutmang. Men kommentni ham kutib boraman. Har qanday modni mening Telegram kanalim orqali topishingiz mumkin bo'ladi. Qani go. Mana birinchi horror modimizda. Mana kimga kerak bo'lsa, uzra adashib ketibman. Kimga kerak bo'lsa Telegram kanalimda bu modlar topiladi. What the fuck. Mana buni qaranglar. Yo. Bu horrorlarga qaranglar. What the fuck. Mana bu wow. Mana yana bittasi. Yo, mana bu eng kattasi bo'lsa kerak. What the fuck. Hop. Bu juda qo'yilmayapti. Buni eslagan bo'lsangiz, bu kommentda yozib o'z fikringizni qoldiring. Gapim sipdan chiqib ketdi. Yo. Xo'sh, bu qanday monsterligini menga kommentga aytsangiz bo'ldi. Juda eslashim qiyin bo'ldi. Va mana o'zimizning horror modimiz ICU. Mana shu modni ko'pchilik qidirayotgan bo'lsa kerak, ICU. Va mana bunday horror maxluq. Buni bilmadim, jon qancha bo'ladi, lekin xo'sh, kimga kerak bo'lsa bu horror modlarni mening Telegram kanalim orqali topishingiz mumkin bo'ladi. Qani, boshlaylik.